Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga tezkor yomon xabar e'lon qilindi. Hurmatli tomoshabin, video rolgimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Toshkentda yuk mashinasi urib ketgan piyoda vafot etdi. Joriy yilning 13-aprel kuni soat 22:00 larda Bektemir tumani Xonobod ko'chasida 1998-yilda tug'ilgan, ismi qisqartirilgan D.A. Xova rusumli yuk avtomashinasini boshqarib ketayotib 1969-yilda tug'ilgan piyodani urib yuborgan. Bu haqda Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l xavfsizligi xizmati bo'limi axborot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, fuqaro yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tayotgan bo'lgan. Oqibatda piyoda olgan tan jarohatlari sabab voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli tomoshabin, video rolgimiz ostida bir dona like tugmasini bosib, barcha yo'lda harakatlanadigan tanishlaringizga yetib borish uchun o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang.